Siz bilan gaplashayotganimiz ishtahalarimiz ochilib ketadi. Musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmaysan degan gap bor. Bir ikkanida adeni puliga qo'shsalar, kanishni sallaga mazza deydigan yo'q. Adeni puli emas, onangni puli emas, sallaning yutuqlaring bu. Salla shu narsaga erishdilaring. O'zim aytadigan niyat bir duo qilaman. Fotima Zuhra, Mirabbos orasidagi mehr-oqibat, hurmat-izzat doimiy bo'lsin. Hech qachon bular bir-biridan ajralmasin. Kim qanaqa tushunadi bilmayman, lekin bu meni ichimdagi gap. Agar sizlar shunaqa bo'lsalaringiz, katta qilganim bu zoya ketmaydi. Sal 50 yoshga to'lganlaringda ham men uchun sizlar meni erkatoy tompi-pompilarim. O'shancha bemalol. Vah, qarang. Sizni guvohligingizda hozir so'rayman. Pamposhka, men nima deb erkalaydi? Men buni jonim deyman. Men busiz yashashni tasavvur qila olmayman-da. Bizachi faqat ikkalamiz yashab yurganimizdan yolg'iz o'tirgan odam ko'rib yuragimiz achiydigan bo'lib qolgan. Biz ikkalamiz birga o'rganganmiz-ku. Yolg'izlikni bilmaymiz. Bizani his qilayotgan narsani yolg'iz yashayotgan odam his qila olmaydi. Yolg'izlik bitta o'zi yashasa, hech kimi bo'lmasa, hech kim oldiga bormas, hech kim xabar olmasa, yolg'izlik bo'ladi. Million puling bo'lib turib bitta o'zing bo'lsang ham qiyin narsa. Undan ko'ra o'sha millioning bo'lmasa, yoningda seni yaxshi ko'radigan, seni tushunadigan, seni podдержка beradigan odam oilaviy bo'lsa, iloyim. Sen uchun jonini beradigan inson bor.